Sen ketib borgan qizmisan? Ayta qol, u basketbolni zo'r o'ynaydimi yo futbolnimi? Unga sport yoqmaydi. Men bu kabrga g'amxo'rlik qilaman. U bilan gaplashdim. Sen bilan birga bo'lishni istagan bo'lardim. Bu juda ham g'alati, Liza. Sen ham eshitdingmi? Bu anavi yerdagi qizlik aniq. Bu juda g'alati. Sen umusan? Bu yerda ekaningga ishongim kelmaydi. Senga musiqa yoqadimi? Menda bittasi bor. Yo'q, menda unaqasidan yo'q. Ular seni davolay olmaydi. Davolay oladi faqat hissiy tarafdan. Yaxshi, yo'q, yig'lama. Voy, ko'z yoshlaring haqida badbo ekan. Yech buni. Yoqmadimi? Chiroyliligini. Bu meni stilimdagi emas. Lizani ko'rinishi yaxshi. Agar u iste'dodli bo'lsa, bellashuvda ham qatnasha oladi. Qizingiz sal espastroq. Qayoqdagi begonani koson o'yimga kiritibman-a? Senga yordam berishni istardim, ammo Tafini aytishicha, tanani tuzatish bu bo'lma qurish ekan. Undan ko'ra yigitlarning kamchiligini qabul qilgan yaxshiroq ekan. U buncha yoqimtoy. Menda bir fikr bor. Atrofimiz yomon odamlarga to'la. O'zingchi Liza, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu qo'l dahshatli ishlarni amalga oshira oladi. Aybingni tan olding. Endi esa kasalxonadan chiqmaysan. Butun umr qamoqda o'tirishga yoki elektron stolda o'tirishga roziman, lekin bokira bo'lib o'lishni istamayman. Liza Frankenstein. G'oyib bo'lgan talaba haqida biron nima bilasanmi? Endi boshqa izoh yozmayman. Advokatim bilan gaplashib qoling. Bu kasofat ish tezroq tugaydi deb umid qilaman.